bolani qo'yib yuborishni bilmaymiz. Bola aslida u bizaniki emas. Mana shu narsani shariatda ham aytiladi-ku. Ya'ni bu Allohning omonati deymizda, og'zaki aytamizda Allohning omonati deb. Lekin o'zimizni shaxsiyimiz qolamiz. Ketsang oq qilaman, ko'k qilaman, men seni o'qitganman, men seni cho'qitganman, seni uylantirdim, uyli joyli qildim, sen ketmoqchimisan xotining bilan. Menga qaraysan, men noroziman. U dunyo, bu dunyo deysizda, na o'zingiz yashamaysiz, na bolangiz yashatmaysiz. To'g'rimi? Qo'yib yuborish kerak bolalarni. Mana shuni tegida bor-ku, siz aytishingiz mumkin hozir, ko'pchilik aytishi mumkin. Voy, biz qartayganda bizga kim qaraydi deb. Nima uchun sizga kimdir qarash kerak? Siz sog'lom bo'lsangiz bo'lmaydimi? Nima uchun siz hozir miyangiz bilan men qartayganda, yotib qolganda, kasal bo'lganda menga kim qaraydi degan siz uje uстановка jo'natasizda. O'zi siz kasal bo'lishingiz kerak emas, lekin mana shunday niyat bilan bolani olib qolasiz. Menga qarash kerak deb. Keyin olam sizga avtomatik kasallik beradi. Uni kim chaqirdi? O'zingiz chaqirdingiz. Lekin siz shu yerda strelkani Xudoga burib qo'yasizda, ancha peshonamizga yozilgan ekanda, shu 7 yil yotdi bechora qaynonam yoki qaynopam deb o'tiramiz. O'zi biz aslida yotishimiz kerak emas, потому что Alloh taolo bizga hech qachon bandasiga dardni bermaydi. Biz o'zimiz chaqirib olamizda, keyin o'shani Alloh berdi degan nima qilish kerak deb o'tiramiz. Na o'zimiz yashamaymiz, kasalni chaqirib olganmiz, yotamiz, na o'lmaymiz, na qo'ymaymiz, na ana yoshlarga yashashga yo'l bermaymiz.